Assalomu alaykum. Gamamed klinikasining navbatdagi podkastini boshlaymiz. Bugungi mehmonimiz Xurshid aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Birinchi navbatda sizni taniydiganlar bor, tanimaydiganlar bor. O'shalar uchun ozgina o'zingiz haqida ma'lumot bersangiz. Kimsiz, sohangiz nima? Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Meni ismim Xurshid, urolog mutaxassisman. Bu soha bo'yicha 2020-yildan beri faoliyat olib boraman. 2022-yildan beri endi urologiya bilan shug'ullanaman. Hozirda Gamamed klinikasida endi urolog lavozimida ish yuritaman. Xo'p, nega aynan shu sohani tanlagansiz? Biron bir sababi bormi yoki taqdir bilanmi yoki nima bilan yoki hayotni o'zi shunga olib kelib qo'yganmi? Bu sohani tanlashimga asosiy sabab onam bo'ladi. Chunki yoshligimizda shu shifokor muammosi ko'p uchragan. O'zimni dadam yoshligimizda olamdan o'tgan kasallik sababli yoshligimdan shu qulog'imga quyib kelishgan, shifokor bo'lasan deb shunga repetitorga tayyorlashga bergan va Xudoni marhamati bilan shifokor bo'lganmiz. Shaxsan o'zimni masalan qiziqishim bo'lmagan, lekin ayamni xohishi bilan shu sohani tanlagansiz. Yana bir marta, ya'ni misol uchun tanlash imkoni bo'lganda shu sohani tanlarmidingiz, shifokorlikni? Ha, albatta. Tanlardingiz. Tushunarli. Xo'p, endi ozguncha o'sha ma'lumotimizga qaytsak, bemorlar hozir ko'proq nima muammolar bilan kelmoqda oldingizga yoki yoshlar orasida deymizmi yoki asosan ko'p uchraydigan kasalliklar nimalar? Urologiya sohasida kasalliklar juda ko'p. Hozirgi kunda siydik tosh kasalligi, prostata bezi kasalliklari bilan va siydik yo'llari yallig'lanish kasalliklari bilan bemorlarimiz ko'p. Hozir yana ko'payyapti farzandsizlik muammosi. Shu asosan boshida sanab o'tgan kasalliklaringizga nima sabab bo'lmoqda, ya'ni shu kelib chiqishidan? Asosan nimalar shu kasalliklarga olib keladi deylik? Bu kasalliklarga asosiy sabab birinchi navbatda bizni noto'g'ri ovqatlanishimiz, hayot tarzimiz. Ovqatlanish yaxshi, kaloriyasi juda ko'p bo'ladi. Har xil masalan fast foodlar ko'payib ketdi. Achchiq, sho'r, yog'li ovqatlar pala-partish iste'mol qilishimiz hisobidan organizmda modda almashinuvi buzilishi ro'y bermoqda. Shuni natijasida bu kasalliklar avj olyapti. Yana bir sabab bizda hozir qulayliklar ko'payib ketganligi sababli jismoniy harakat, jismoniy mehnat kamayib ketdi. O'sha barcha kasalliklarning negizida shu yotadi desak ham bo'ladi. Sportdan uzoqda bizlar. Shu asosiy sabab bo'lishi mumkin. Tushunarli. Xo'p, farzandsizlik. Bu kasallikning endi sababi demaylik, keling. Nimalar qilishimiz kerak? Shu qanday desam, oldini olishimiz uchun, mana shu kasallikka kimlardir to'g'ri irsiy bo'ladi. Lekin kimdir orttiradi-ku qanaqadir. Shu nimalarga asosan e'tibor beraylik, ya'ni nimalar bo'lsa yaxshi bo'ladi. Shuni. Birinchi o'rinda sog'lom turmush tarziga rioya qilishimiz kerak. To'g'ri ovqatlanish va sport bilan shug'ullanish kerak. Chunki erkak kishida erkakligini belgilaydigan gormon bu testosteron hisoblanadi. Testosteron gormoni jismoniy zo'riqish natijasida organizmda paydo bo'ladi. Paydo bo'lish noo'rini ishlab chiqarilishi oshadi. Agar biz yuqori kaloriyali ovqatlarni yeb natijada kam harakat bo'lsak, bu kaloriyani bizlar sarflamasak, yog' bo'lib qoladi. Bu testosteronni gormonini miqdorini kamayishiga olib keladi va testosteron miqdori kamaygandan keyin o'z-o'zidan urug'larning foizi, miqdori kamayishni boshlaydi. Keyin bizni aloqalarimiz sifati pasayadi. Asosan sababi shu. Tushunarli. Demak, ko'proq harakatda bo'lishni tavsiya berasiz. Shunday. Tushunarli.
Shunaqa ham bo'lishi mumkinmi? Ya'ni noto'g'ri muolaja bilan, ya'ni noto'g'ri deylik, shifokorga bordi, urologga. Nimadir keldi, misol uchun qanaqadir noto'g'ri muolaja bilan nimadir yana orttirib olishi mumkinmi? Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Bunaqa holat uchraydi. Masalan, tashqaridan kiritilgan testosteron bu urug'larning miqdorini oshishiga xizmat qilmaydi. Sababi o'sha tabiiy yo'l bilan ishlab chiqarilgan testosteron bu degidroksi testosteronga aylanib, o'sha urug'larning miqdorini oshishiga xizmat qiladi. Bu naborot testosteron tashqaridan kirgandan keyin organizmda shunaqa signal bo'ladi. O'zi testosteron ko'p ekan, men ishlab chiqarmayman deydi-yu, natijada urug'ni ishlab chiqarish uchun yetarli darajada testosteron ishlab chiqarmaydi organizm. Tushunarli. Nima uchun bu savol keldi? Ko'pchilik internetdan qanaqadir ma'lumotlarni o'qiyapti, o'rganyapti, shifokor bilan maslahatlashmasdan turib, shuni qo'llab ko'rayapti-da, shuning uchun. Men aytmoqchi bo'lganimki, shu internetdagi hamma narsaga ham ishonib, uni qo'llab ko'rayotganlar bor demoqchiman. U yerda baribir ya'ni yomon ta'sirini ko'rsatadi. Ya'ni hech qanaqa shifokordan maslahatsiz, ya'ni o'zi hozirgi holatini bilmasdan turib, qanaqadir internetda ko'rgan ma'lumotlarga ishonib, deylik, davolanyapti deyishimiz xatoyu, shu muolaja qilib ko'ryapti o'zaro. Shunaqa narsasi bor. Ayniqsa bu sportsmenlar, fitness bilan shug'ullanadiganlar shu tezroq mushak massasini o'stirish uchun ximiya deydi ular, o'sha gormon qabul qiladi. Bu noto'g'ri narsa deb o'ylayman. Lekin masalan o'sadigan organizm o'ziga yetarli miqdorda testosteron ishlab chiqaradi-da. Ularda o'zi sport pitaniyalari bor. Ular ozuqaviy qiymatga ega. Ular protein masalan oqsil hisoblanadi, o'zini energiyasini beradi, mushaklarda o'sha tez tiklanishiga xizmat qiladi. Bu tabiiy yo'l bilan ham qabul qilsa bo'ladi. Lekin bu tez rivojlanish maqsadida mushaklarni o'stirish uchun gormon kiritishi bu noto'g'ri. Tez mushak o'sgani bilan lekin bu urug'ni foizini pasayishiga sabab bo'lishi mumkin. Tushunarli. Endi sizning sohangiz nozik soha, shuning uchun ko'pincha kelgan bemorlar nimadan qo'rqishadi tekshiruv davomida? Nimadan hayiqishadi demoqchiman-da. Ko'pchilik bormaydi-da, men juda ko'pchilikni nima qilaman? Qanday qo'rqishadi bilmayman. Uyatchanlik bor xalqimizda, masalan, ko'plar to'g'risini aytmaydi. Aynan shu meni aytmoqchiman. To'g'risini aytmaydi, qanday uyalib turadi. Uyalib turadi. Asosan shu. Yo, shu qo'rqmasligi uchun qanday tavsiyalar berasiz? Ozgina aytib o'tsangiz, misol uchun kimdadir qanaqa muammo bo'lishi mumkin, bemalol endi xuddiki shunaqa tuyulishi mumkin, u ertaga shifokor chiqib hammaga ovoza qiladi deb o'ylaydimi yoki ustimdan kuladi deb o'ylaydimi? Ya'ni nimadir qo'rquvi borki, o'sha borini aytishga qo'rqadi. Shunaqa mana misol uchun ko'rayotganlardan bo'lishi mumkin. Shu gaplarni aytingki, o'sha qo'rquvlari yo'q qolsin yoki kimgadir yordam bersin demoqchiman-da. Shifokorni oldiga bemor o'zidan o'zi kelib qolmaydi. Najot istab keladi, qanaqadir muammolariga yechim istab keladi. Buning uchun bemorni o'zi ham shifokorga yordam berishi kerak. O'zi haqidagi ma'lumotni to'g'risini aytish kerak. Shifokor buni hech kimga ovoza qilmaydi. Har bitta bemorni o'zini shaxsiy siri bo'ladi-da. Uni shifokor birovga aytib, boshqa yo'l nima deydi? Hech kimga ovoza qilmaydi. Hech kimga ovoza qilmaydi. Agar u o'zi haqida to'g'ri ma'lumot bersa, sifatli, aniq tibbiy xizmat oladi-da. Ya'ni to'g'ri davolanadi demoqchiman-da. Tushunarli. Zo'r. Chunki bitta ozroqgina qolib ketgan, qanaqadir anamnezdan qolib ketgan bir kasalligimi yoki qanaqadir shikoyatimi olib aytmasa agar, bu o'zi uchun birinchi o'rinda minus bo'ladi va davolash samaradorligini pasaytiradi. Keyin bemorning tuzalishi keyinga suriladi-da. Tushunarli. Zo'r. Tibbiyot rivojlanganda, ya'ni bu farzandsizlik dedik, o'sha diagnostikalar rivojlangan, qanaqadir analizlar, har xil, ya'ni umumiy tibbiyot rivojlanganligi uchun
hozir o'sha farzandsizlik deymizmi yoki o'sha boshqa o'sha onkologik kasalliklarni erta aniqlash deylik yoki nimalarini muolajalarini yaxshiroq bo'lishiga qanaqadir yangiliklar bo'lyaptimi, o'shalar ta'sir qiladimi, erta diagnostikami, shu tibbiyot rivojlanishi ta'sir bo'ldimi demoqchimanda. Hozirda eko amaliyotlari yo'lga qo'yilgandan keyin juda ko'p oilalar farzandli bo'ldi. Oldin masalan bu amaliyotlar yo'q edi. Hozir eko amaliyotlari har bitta masalan viloyatda bor. Oldin Rossiyada, Turkiyaga borib qildirib kelgan. Bular ancha oilalarga quvonch baxsh etdi deb o'ylayman. Demak, qo'rqishmasa ham bo'ladi. Tibbiyot rivojlanyapti va yechimlar ham, davolar ham kelib chiqyapti. Og'riq masalasi hozirgi davolash usullarida, misol uchun, davolash davomida og'riqli muolajalar ham bormi? Ya'ni misol uchun, balki insonlar qo'rqar, og'riydi degan ma'noda-da. Shunaqa qo'rquv bormi demoqchiman insonlarda? Yoki shunaqa kasallikdir. Tibbiyot rivojlanyapti. Hozir 21-asr shu texnologiyalar asri desak, masalan, oldin katta kameralar bo'lardi, hozir telefonda snemat qilyapti-da. Xuddi shunday tibbiyot ham rivojlanyapti. Oldin shu og'riqli bo'lgan protseduralar hozir og'riqsiz, kam invaziv usulda bajarilyapti. Bu bemorning sog'ligi uchun, reabilitatsiyasi uchun, ham shifokor uchun, ham bemor uchun juda yaxshi texnologiyalar o'ylab chiqilyapti, apparaturalar kelyapti. Tibbiyot rivojlanyapti-da, hamma soha kabi tibbiyot ham bizni respublikamizda ancha rivojlangan. Tushunarli. Sizni sohangizda yosh omil qanchalar muhim? Ya'ni misol uchun, qaysi kasalliklarga yosh kattalar keladimi yoki qaysi kasalliklar ko'proq yoshlarda uchraydimi? Shu haqida ham ozgina gapirib o'tsangiz. Ya'ni yoshlarda ko'proq qaysi kasalliklar, yoshi o'tgandan keyin asosan qaysi kasalliklar? Yoshlarda asosan siydik yo'llari yallig'lanish kasalliklari, xalq tilida shamollash deydi. O'sha ko'p uchraydi. Belgilarini aytib o'tsangiz, xalq tushunadigan tilda. Belgilari isitma, varaja, bel sohasida og'riq yoki kam tez peshob qilish, peshob qilganda achish bo'lishi, asosan shular bilan shikoyat qiladi. Yosh kattalar. Yosh kattalarda erkaklarda asosan 45-50 yoshdan keyin prostata bezovta qilishni boshlaydi. Siydik oqimi sustligi, kechasi ko'p peshob qilish, natijada uyquni sifati buziladi, hayot sifati buziladi. Shu sababli yoshi katta bemorlarimiz bezovta bo'lib shikoyat qilib keladi. Hozirda ularga ham zamonaviy endourologik operatsiyalar, jarrohlik usullari yordamida yechim topilgan. Bemalol murojaat qilishsa bo'ladi. Bemalol murojaat qilishsa bo'ladi. Tushunarli. Qaysi holatlarda, ya'ni qaysi kasalliklarda deylik, sizning sohangizda ertaroq murojaat qilishsin sizga, ertaga kech bo'lmasligi uchun. Ko'proq misol uchun demoqchiman, mana qaysi kasallik bo'lganda, qaysi kasallikning belgilarini sezganda ertaroq murojaat qilishni taklif etasiz, ya'ni yoki so'raysiz. Ertaga kech bo'lib qolishi mumkin, ya'ni o'shani asorati juda og'ir bo'lishi olib keladi. Qaysi kasalliklarda? O'zi umuman olganda har bir odam, har bir inson o'zini sog'ligiga befarq bo'lmasligi kerak, chunki eng katta boyligimiz bu sog'lik hisoblanadi. Shu sababli nafaqat bizning soha, hamma soha bo'yicha har 6 oyda profilaktik ko'rikdan o'tib turish kerak har bir inson. Ya'ni bu degani kasallikni davolash emas, uni oldini olish ustuvor maqsad bo'lishi kerak, vazifa bo'lishi kerak. O'shanda hech qanaqa asoratlarsiz, hech qanaqa kasalliklarsiz shu Xudo bergan umrni sog'lom kechirish ehtimoli oshadi. Tushunarli. Sizga kelgan bemorlardan eng ko'p beriladigan savol qaysi? Doktor hammasi yaxshi bo'ladimi degan savolda asosan. Shu savol bo'ladi.
shu kasalligini so'raydi, oqibatini so'raydi, asoratlarini so'raydi, yechim bormi deb so'raydi. Asosan shu. Tushunarli. Bilamiz, varikotseliya degan adashmasam kasallik bor. Ha. Varikotseliya shu nimadan kelib chiqadi? Bu asosan o'smirlarda uchraydi, tug'ma bo'lishi mumkin, qon tomir kasalligi hisoblanadi. Tug'ma bo'lishi mumkin, og'ir mehnat natijasida kelib chiqishi mumkin. Keyin har xil o'sha qon aylanish, venos qon aylanish, moyaklarda venos qon aylanishda har xil tug'ilish anomaliyalari bor. O'sha sababli kelib chiqishi mumkin. Asosan sabablari shu. Eshitganmiz, keyin buni noto'g'ri davolash yoki noto'g'ri muolaja ham farzandsizlikka olib keladi deb eshitganmiz. Endi bilmadim bu to'g'rimi, noto'g'rimi, lekin eshitganmiz. Shu gap rostmi? Varikotseliya bu farzandsizlikda bitta sababi deb qaraladi, lekin bu varikotseliya bilan farzandli bo'lgan oilalarning ishida. Bu varikotseliyaning asosan ta'siri moyakda haroratni ma'lum darajada oshirishi va qon aylanishining buzilishi va shu bilan birga moyakni funksiyasi, ya'ni urug' va testosteron ishlab chiqarish funksiyasining buzilishi hisobidan urug'lar foizi miqdori pasayib ketishi natijasida farzandsizlik kelib chiqadi. Bu 100% farzandsizlikka olib keladi degan nazariya yo'q. Yo'q, eshitganmiz, shifokor noto'g'ri davolasa, noto'g'ri muolaja qilgan, shuning uchun endi farzandli bo'la olmaysan degan gaplar qulog'imizga chalingan demoqchiman. Shu haqiqatga rost, haqiqat bo'lishi mumkinmi? Yo'q. Bunaqa narsa yo'q. Varikotseliya sabab bo'la olmaydi. Sabab bo'la olmaydi demoqchisiz, tushunarli. Xo'p. Eng ko'p nimadan afsuslanasiz? Ya'ni odamlarga nima degan bo'lar edingiz, mana misol uchun sizni sohangizga keladiganlarga ertaroq keling deysizmi? Misol uchun ertaroq hozir aytib o'tdingiz, baribir o'zini tekshirtirib ko'rish kerak, tekshirtirib turish kerak. Kasalliklarni oldini olish kerak. Lekin har kuni oldingizga bemorlar keladi, har xil sabablar bilan keladi. O'shalar orasida eng ko'p afsuslanasiz nima? Nima der edingiz? Nima qilsinlarki, ertaga afsuslanib qolmasliklari uchun? Ko'pincha bemorlar shifokorlarni shu tavsiyalariga amal qilmasdan turli xil asoratlar bilan keladi. U bizni ham, bemorni ham ishini 2-3 barobarga qiyinlashtirib yuboradi. Ya'ni aynan shunda sabr qanchalik muhim? Ya'ni o'zi bilmadim, 1 yil, yarim yil, qanchadir muddatda o'zi qaysi muammo bilan keladi sizni oldingizga, lekin tezda davo kutishadi yoki tezda natija kutishadi. Sabr qanchalik muhim? Bu endi zamonni tezlashishi bilan bog'liqda. Vaqt joyida turibdi, lekin odamlar shoshadi-da. Bu bizlarga bog'liq narsa emas. Har bitta kasallikning o'zini patogenezi, fiziologiyasi bor. To'qimalarni masalan bitishi bor. Buni ma'lum bir muddat talab qiladi. Bu bizlarni ixtiyorimizga bog'liq narsa emas baribir. O'shaning uchun kasallikni erta aniqlab, erta davolash choralari ko'rilsa, kasalni reabilitatsiyasi ham, asoratlarsiz ketishi ham hamma uchun yaxshi bo'ladi. Tushunarli. Endi shu qaysi belgini inson sezsa, hech qachon e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Ya'ni balki qanaqadir belgilar bordir, sezdimi shifokorga murojaat qilish kerak. Shunaqa belgilar bormi? Birinchi belgi og'riqda. Og'riq, ha. Og'riq bu juda yaxshi sezgi hisoblanadi. Bu signalda bu. Signal hisoblanadi. Og'riq bo'lganda albatta murojaat qilish kerak. Keyin yana ikkilamchi belgilar shu isitma, varaja, Shular. shunaqa simptomlar. Ko'pchilik o'sha og'riq sezganda yoki nimadir sezganda o'zi o'tib ketadi degan gap borda. Shu naqadar to'g'ri yoki xabar, misol uchun deylik, tish og'riganda o'zimizda ham bo'lgan, misol uchun tish og'risa, o'tib ketadi deymiz, haqiqatan qolib ketadi-da. Baribir qachondir yana asorati chiqadi, to'g'ri, og'riydi, lekin qanchadir muddat haqiqatan yo'qoladi. Siydik tosh kasalligida siydik yo'llarida obstruksiya, bu tosh tiqilib qolganda, siydik naydami tiqilib qolganda juda kuchli og'riq bo'ladi. Buyrak sanchig'i deydi. Bu masalan ma'lum bir muddat davom etadi. Yuzingizga masalan
urib tursangiz birinchi og'riq sezasiz, keyin retseptorlari karaxt bo'lishini hisobiga sezmay qo'yasiz. ma'lum miqdor sezmay qolasizda. Xuddi shunday bu pриступ bo'lib, siydik yo'liga to'siq bo'lgandan keyin buyrakda bosim oshib, retseptorlar birinchi sezuvchan bo'ladi. Og'riq kuchli bo'ladi. Ma'lum bir vaqtdan keyin og'riq qoladi. Bemor tosh tushdi yoki yaxshi bo'ldim deb o'ylaydi. Natijada siydik tosh turgan bo'ladi. Siydik ishlab chiqarib, lekin pastga o'tmaganligi sababli bu yerda bosim oshadi. Buyrak atrofiyaga uchraydi, qurishni boshlaydi. Ma'lum bir vaqtdan keyin gidronefrotik transformatsiya deydi, buyrakning atrofiyaga uchrashi. O'shanga uchragandan keyin bizni ham ilojimiz yo'q. Bu qaytmas jarayon, buyrakni qayta tiklab bo'lmaydi. Natijada buyrak почечный давление degan so'z bor. O'sha davleniya berishda yoki qandaydir kasalliklar natijasida yiringlashi mumkin. Bunda buyrak olishga to'g'ri keladi. Ma'lum bir a'zoni olishga to'g'ri keladi. Tushunarli. O'shaning uchun vaqtida murojaat qilib, vaqtida sababini bartaraf qilgan ma'qul. Tushunarli. Profilaktika deganda odamlar nimani tushunishini xohlaysiz? O'zingizni sohangizdan kelib chiqib ayting. Profilaktika qilib turing degan. Profilaktika qilish, masalan, birlamchi tekshiruvlar bor. Umumiy qon tahlili, umumiy siydik tahlili, ultrazvuk tekshiruvi, qon bioximiyasi, o'shalar natijasida tekshiruv natijasida organizm haqida taassurot paydo bo'ladi-da shifokorda. Masalan, siydik analizidami, qon analizidami o'zgarish bo'lsa, demak, mana bu sohada shu ma'lum bir o'zgarish kechyapti deydi-yu. Bitta tabletka bilanmi yoki hayot tarzini o'zgartirish bilanmi o'tib ketadigan holat bo'ladi-da. Bunga biz bee'tibor bo'lsak, ko'pincha bee'tibor bo'lamiz. O'sha jarayon kuchayganligi, qo'shimcha kasalliklar qo'shilganligi, asoratlar rivojlanganligi sababli majburlikdan shifokorga murojaat qilamiz. Natijada bemor ham, shifokor ham ancha qiynaladi bu sabablarni bartaraf qilishga, davolashga, kasallik asoratlarini bartaraf qilishga ancha vaqt ketadi. Shunday. Xo'p. Qaysi odatlar endi erkaklik quvvati deymizmi yoki yomon ta'sir qiladi? Qaysi odatlar? Ya'ni insonda hozirdagi qaysi odatlarimiz shu erkaklik quvvatimizga ta'sir qiladi? Qaysi odatlardan chekinishni so'rayman. Masalan, ichishdir, chekishdir yo qanaqadir odat bordir hozirda. Mana masalan, aytsangiz fast foodlar deylik. Hozir ovqatlanish tartibi kam harakatlilik. Asosan shu ikkita sabab. Tushunarli. Stresschi? Stress qay darajada muhim yoki ta'sir qiladi? Stress ta'sir qiladi, yaxshi ta'sir qiladi organizmga. O'sha nima deydi? Ruhiy zo'riqish deydi o'zbekchasiga. Ruhiy zo'riqish deydi. Ruhiy zo'riqishni ham sababi asosan hayot davomida ma'lum bir qiyinchiliklarga duch kelamiz yoki bo'lmasam ishimiz yurishmaydi yoki qanaqadir kasalliklar, og'ir kasalliklar o'tkazamiz. Shu natijasida ruhiy zo'riqish kelib chiqadi. Bu birinchi navbatda organizmni ruhiy holati, gormonal fondini buzadi. Shular natijasida yana qo'shimcha kasalliklar rivojlanishi mumkin. Bunda eng yaxshi yechim bo'ladi to'g'ri ovqatlanib, sport bilan shug'ullangan insonda bu ruhiy zo'riqish ham, har xil kasalliklar ham chalinish ehtimolligi kamayadi. Immunitetimiz baquvvat bo'ladi. Immunitetimiz rivojlangandan keyin tashqi muhitdagi kasalliklarni birinchi immunitetimiz qabul qiladi-da, o'sha infeksiya bo'ladimi, shuni tanib, shu bilan kurashadi. Qachonki immunitetimizning kuchi yetmadimi, bizlar simptomlar boshlanadi. Bizlar shifokorga murojaat qilib, keyin qo'shimcha ukol dori olishimiz mumkin.
lekin birinchi o'rinda shu immunitetni chiniqtirish kerak. Tushunarli. Zo'r. Qanaqadir odatlar bormi? Mana misol uchun hozir yurish kerak dedingiz, ko'proq harakatda bo'lish kerak yo qanaqadir mashqlar bormi? Endi qanday deb tushuntirsak, erkaklik quvvatini oshiradigan deymizmi yoki yaxshi ishlashga yordam beradigan deymizmi? Bu endi hammani o'zini qiziqishidan kelib chiqadi. Ovqatlanish tartibida oqsil, yog', uglevod o'sha balansini ushlash kerak. Ertalab, obed va kechki ovqatda o'sha oqsil, yog', uglevod balansini ushlab, me'yorda ovqatlanish kerak. Sport bilan shug'ullanish bu hammada har xil. Kim yugurishga qiziqadi, kimdir fitnesga qiziqadi. Gapingizni bo'laman, minimum qancha kuniga yurishni maslahat berasiz misol uchun? Aytganingizdek, juda ham ko'pchilik ofisga o'tirib o'rganib qolganda, yosh katta insonlar bor. Hech bo'lmaganda mana minimal deylik, ular endi sport bilan shug'ullanishga borishi endi qiyin demayman-u, vaqti yetmaydi kimdadir, lekin hech bo'lmaganda piyoda yura olishadi-da. Hech bo'lmaganda. Chunki hech bo'lmaganda qancha vaqt yurishni maslahat berasiz? Hamma o'zini imkoniyatidan kelib chiqib, nagruzka qilmasdan o'zini me'yorida. Me'yoridan. Kimdir 10,000 qadam yurar, kimdir 20,000 qadam yurar. Hammani o'zini organizmi o'zi biladi. Nagruzka qilmasdan me'yorida yurish. Asosiysi doimiy harakatda bo'lish. Doimiy harakatda bo'lish kerak shunda. Tushunarli. Yaxshi. Gamamed klinikasida siz aytib o'tgan kasalliklarni barchasini davolashga shart-sharoitlar yoki shifokorlar endi qanday desak, bilimi yetarlimi? Gamamed klinikasida mana shu yuqoridagi kasalliklarni hammasini davolashga shart-sharoit qilingan. Administratsiya tomonidan nima talab qilinsa hammasi muhayyo bo'ladi. Mutaxassislarimiz ham ularni davolashga qurbi yetadi. Hammasi malakali, tajribali shifokorlar. Hozirda bemorlarimiz hammasi mamnun va malakali tibbiy xizmat olishmoqda. Hammasi mamnun deb o'ylayman. Imina bu sizlar bilan ishlayotganligimiz uchun emas, lekin tashqi tomondan ham juda ko'p eshitaman. Gamamed klinikasida o'sha urologik soha ancha yaxshi, o'sha ko'pchilik shu sohangiz bilan taniydi, ya'ni shu soha bilan sizlarni biladi. Haqiqatan juda ham ko'pchilik misol uchun shunaqa odam kerak desa, yo Gamamedga bu yerda zo'r mutaxassislar bor deyshadi. Asosan urologik amaliyotlar ko'p bo'ladi. Lekin hamma mutaxassislarimiz yaxshi. Hamma mutaxassis o'zini ishini ustasi, malaka oshirib keladi, chet davlatlarda malaka oshirib keladi. Tajribali hammasi. Tushunarli. Siz ham juda ko'p operatsiyada deyshadi. Hozir ko'pincha qaysi operatsiyalarni amalga oshiryapsizlar? Asosan siydik tosh kasalliklari, prostata bezi xavfsiz giperplaziyasi deyiladi, adenoma xalq tilida, adenomasi va siydik yo'llarida har xil rekonstruktiv operatsiyalar o'tkazamiz laparoskopik usulda. Asosan endoskopik operatsiyalar bilan shug'ullanamiz. Tushunarli. Zo'r. Endi hamma uchun kerakli savolga keldik. Uylanayotgan insonlar qancha muddat oldin shifokorga uchrashishni maslahat berasiz? To'g'ri aytdingiz, har 6 oy, lekin uylanishdan oldin qancha muddat oldin uchrashsa, ya'ni tasavvur qiling, shu o'zingiz yoki qancha oldin uchrashardingiz yoki bironta tanishingiz qanday maslahat berasiz ko'radiganlarga? Eng minimum demoqchiman-da. Uylanishidan oldin o'zi xalqimizda shu ota-bobolarimiz deymiz, ota-bobolarimiz oldin bu narsa bo'lmagan, lekin hozirda bu ko'paygan. Uylanishidan bir xillab 1 oy oldin, 2 oy yoki 3 oy oldin o'zini tibbiy ko'rikdan o'tkazib turadi. Bu yaxshi albatta, chunki o'zi haqida ma'lumot olib, qanaqadir sabab bo'lsa yoki qanaqadir tavsiya kerak bo'lsa bartaraf qilib, kelajakka tayyor holda o'zini kelajagiga befarq emasda ular. Yo, balki 6 oy oldinroq bo'lishi mumkin. Qancha erta uchrashsa shuncha yaxshimi? 6 oy, 3 oyda. 6 oy, 3 oy oldin uchrashsa maslahat berasiz. Bo'ldi, buni tushundik. Endi to'ydan keyin, ya'ni to'ydan keyin
to'ydan keyin Qanchadan? 1 yildan keyinda. 1 yildan keyin. 1 yilgacha o'sha juftlik bir-birini yaxshi tanib, o'zaro tushunib, aloqalarni mustahkamlab, hammasi joyiga tushgandan keyin agar muammo bo'lsa 1 yildan keyin murojaat qilgani ma'qul deb hisoblayman. Zo'r. Endi farzandli bo'ldi, yoshi katta edi. Siz aytganingizda yoshi kattargan sari erkaklik quvvati pasayishni boshlaydi deb aytdingiz. O'shanaqa bo'lmasligi uchun har qanchada uchrab turish kerak? Ya'ni uylandi, farzandlari bo'ldi, lekin baribir qanchada uchrashib turishni maslahat deylik, 30 yoshdan oshganlarni deylik. Har 6 oy, 1 yilda ko'rikdan o'tib turishlarini maslahat beraman. Sababi boya aytganimizdek, shu kasalliklarni profilaktikasi maqsadida. Shu maqsadda uchrashib turishni maslahat berasiz. Tushunarli. Ko'proq qaysi mevalarni yoki imенно o'sha sanab o'tdingiz vitaminlarni, lekin o'sha nomma-nom qaysi meva, sabzavotlarni ko'proq yeyishni maslahat berasiz yoki ovqatdir maslahat berasiz. Endi bizni yashayotgan joyimizda hozir sabzavotlar ham, mevalar ham, tabiiy narsalar juda ko'p. Hammasini me'yorida iste'mol qilgan ma'qul. Tabiiy mevalar, masalan, olma, banan. Endi banan bizada yetishtirilmaydi, Lekin iste'mol qilish maslahat beramiz. Olma, banan, har xil mana xurmo asosan. Kimdir endi men o'zimga berilgan ko'cha tilidagi maslahatlarni aytaman sizga. Qo'y go'shti ye ko'proq, yog'li go'sht ye yoki pista ye, bodom ye, yong'oq ye deb maslahat berishadi. Shular haqiqatga yaqinmi rostdan? Shuni aytib o'tsangiz. Qo'y go'shti endi yog'li emas, yog'siz qilib achchiq sho'r qilmasdan yegan ma'qul. Qo'y go'shti yaxshi energiya beradi, quvvat beradi. Yong'oq ham, pista ham, bodom ham, ularning tarkibidagi efir moylari ancha organizmda erkaklik, ayniqsa erkaklik reproduktiv tizimida ancha yaxshi. Keyin masalan qovoq deydi, kadi deydi, qovoq, o'shalar ancha foydali hisoblanadi, lekin ko'pchilik yoqtirmaydi bu narsani. Mayiz masalan, mayizlar ancha quvvat beradi. Asal, toza asal bo'lsa, baliq, omega yog'lari bor, ancha foydali. Baliqni ham qovurib yemasdan dimlab yegan ma'qul deb hisoblayman. Ma'qulroq deb hisoblaysiz. Tushunarli. Zo'r. Lekin hammasi me'yorida bo'lgani ma'qul. Me'yordan ortiq emas. Me'yordan ortiq emas. Tushunarli. Rahmat. Unda podkastimizni ham tugatamiz. Xudo xohlasa tomoshabinlarda qanaqadir savollar uyg'onsa, sizga bemalol murojaat qilishsa, o'sha savollarga javob bera olasizmi? Nasib bo'lsa, savollar uyg'onishi mumkin. Buni ko'rgandan keyin o'zlarida qanaqadir murojaat bilan kelishlari mumkin. Savollar bo'lsa bemalol biz shu Gammamed klinikasida faoliyat yuritamiz. Agar savollar bo'lsa, bemalol qo'limizdan kelgancha maslahat beramiz. Ustozlarimiz bor, yana boshqa mutaxassislarimiz bor. Hammamiz bir oilaviy faoliyat yuritamiz. Qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Telefon raqamlaringizni qoldiramiz. Agar kimgadir ya'ni muammosi bo'lsa deylik yoki murojaat qilmoqchi bo'lsa, shu raqamga bemalol aloqaga chiqaverishsa bo'ladi. Bemalol. Tushunarli. Rahmat. Keyingi ishlaringizda omad tilaymiz. Katta rahmat. Barcha bergan savollarimizga javob berganingiz uchun rahmat. Va tomoshabinlar ko'rayotgan insonlar ham javob oldi deb o'ylaymiz. Kimda qandaydir savollar bo'lsa, yana murojaat qilingizlar. Xudo xohlasa, Xurshid aka qo'llaridan kelgancha yana javob berishadi. Telefon raqamlarini ham qoldiramiz. Kimda qanaqa ishlari bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Barchaga rahmat. Kelganingiz uchun rahmat.